Assalamu alaykum. YouTube kanalını görüşüler. Men bugün ile güllerim ötken ile iyun ayda qilgan ko'chatlarim mana qishlab chiqdi mana. Uyda derazaga qo'yib qo'ydim. Bari mana endi bularni yog'ochlarga bitta yog'ochqami ili simgani bularni mana men shundaq avvalini qilib forma beraman. O'sha mana o'sib kelyapti shunaqaga yetib. Xudo xohlasa shunga o'stirish uchun men bunga hozir bugun mana 3 aprel ko'chaga chiqizdim barini, hovliga chiqizdim bularni. Endi bularga tagiga azotlari qo'yamiz. Mana bu 10 litrlik leka bu menda hozir. Bunga men 10 litrlikka 4 ta qism solaman. Mana 4 ta qism soldim buni. Endi suv qo'yamiz bunga. Darani yaxshilab eritib olishimiz kerak. O'tgan yilgilarim mana xudo xolasi o'sha ancha katta bo'lib qoldi. Iyunni da qilgan edim. O'sha ancha qishnikini endi bilasizlar, quyosh nuri yetishmagandan keyin uncha yaxshi o'smaydi gullar. Ish qilib gullarni qurg'atib qo'ymasdan qishdan olib chiqib oldik. Parnikka qo'ysanglar, parnikda undan ham yaxshi, bundan yaxshi o'sadi. Ne desanglar, quyosh ko'rib turadi. Mana bularimiz endi egilib o'syapti, mana butonga kelyapti. Mana g'unchalar o'sha mana g'unchalab turibdi. Bularga endi azotlari bersak, bo'ylari tezroq o'sadi. O'sgandan keyin baylashga yaxshida, sim qilib egib, figura berib baylab qo'yishga yaxshi. Shunga mana azotlari beriladi erta ko'klamda mana yaxshi o'sib, unib ketishiga. Bularni tagiga yaxshilab o'zini ozgina nami bor. Kecha suv quyganman. Bularga mana shunday qilib, barisi juda chiqib ketmaydigan qilib, o'ziga singib qoladigan qilib quyib chiqaman. Keyin men bundan keyin yana olib kuzning kuni dekabr oyida mana qalamcha qilib o'tkazib qo'yganlarim bor edi. Mana bular kichkina. O'zi banka to'ntarib qo'yaman-ku baklashga. Shunda mana chiqqanlari. Hozir bular nimjon bo'lib turibdi. Uncha nima emas. Mana shu tuyaklar. Aytayman, buni proba qilib ko'rdim mana. Bular ham bo'lar ekan. Biroq buni men dekabr oyida qilganman. Mana kichkinada hali. O'zini tutib shu bo'yicha endi to'xtadi. Unaqa o'smadi-da, bularim sal-sal mana o'sdi. Ozgina atak mana. Biroq qurg'ab qolmadi, bari chiqdi biroq qishdan. Bularga ham hozir men azotlari quyib qo'yaman. Sizlar ham mana shunday qilib erta bahorda hammasini tagiga mana shunaqa azotdan eritib quyib chiqsanglar, gulinglar tez o'sadi. Ham desa simga o'rab birpasda o'sha gulga kiradi bular. O'sha mana butoni kelyapti, mana buton. Sizlar ham shuni bahorda shunday qilinglar. Bahri dilinglarni ochib, quvonib, gullab, gullarning ichida o'tirasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.